Bu videoni Yunusobod tumani Bodomzordan uy qidirayotganlarga yuborib qo'yinglar, foydali bo'ladi. O'rtoqlar 2-4 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu burchedagi uyni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Kelinglar, ham kirishni ko'ringlar. Asosiy katta yo'l taxminan shu 50-60 metr. Endi uyimizda hujjat kadastrlari bo'yicha 2-4 dan ozgina oshiqroq ekan. Bu yoq tarafdan fasadimiz 12 metr va bu yoq oldi fasadimiz zo'r katta 20 metr ekan. O'zini mana bunaqa chiroyli agarodlari ham bor. Mahallani ko'ryapsizlar. Mana bu yoq tarafda ham mana yangi chiroyli uylar qurilgan ekan. O naryoqda Bodomzordagi anu turar joy majmuasi katta bor. Andalusmi? Nomini endi aniq bilmayman. Kelinglar, uyimizga kiramiz. Bu yoqda avtomobil olib kirish uchun katta darvozamiz va bu yoqdan asosiy kiraverish eshigi. Ichkariga kiramiz. Uyimizda taxminan shu 8-9 yillar oldin qurilgan ekan. Pishgan ishlardan hammasi zo'r qilingan. Bu yoqda yashil hudud, naryoqda darvozaxonamiz, hovli uchun bu yoqda hojatxonalar joylashgan. Bir qavatli plus buni mansardli qavati ham bor. Ichkaridan ko'ramiz. Uyimizning sharoitlari zo'r ekan. Kirib kelish yo'li. Mana bu yoqda biz katta garderob ko'ramiz. Eshiklar bilan surilib ochiladi. Endi mana bu tarafdan oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Alohida oshxona, mebel, texnika, naryoqda bitta kladovka xonasi ham bor ekan. Mana bu o'tirib ham bemalol ovqatlansak bo'ladi. Endi bu yoqdan kelinglar. Mana qaranglar, yog'ochlardan yasalgan zinalarimiz. Holga keldik. Bu yoqda endi oilaviy o'tiriladi, living room. Mana bu divanlar qo'yib qo'yilgan. Yoriqqina, damofonlar hammasi zo'r qilib qo'yilgan ekan. E'tibor bersanglar, mana devorlarimizdan perigorodkasi qalin qilingan. Uyimiz pishgan ishdan mustahkam qurilgan. Bu mehmonxonamiz bo'lyapti. Lekin holati, remontlari akkuratni holatda buzib tashashga to'g'risi uvalaganda bu uy. Endi bu tarafdan ikkita xonamiz joylashgan. Marhamat. Bu yoqda yotoqxonani ko'ramiz. Birinchi va buni yonidan ikkinchi yotoqxonani ko'ramiz. Va buni shundoqqina oldida umumiy sanuzuli bor. O'rtoqlar, bu mansardning qavatimiz. Bu yoqdan qaranglar, bitta xonamiz joylashgan. Yotoqxona qilib uy egalari foydalanishadi. Va bu yoqdan ikkinchi xonamiz. Bu yoqda ham ikkita yotoqxona, o'zining ichida plus yana garderoblar bilan birgalikda bo'lyapti. Va bu mansardamizda ham o'zini umumiy hamnaqa yuvinish xonasi, vanna xonalari bilan birgalikda bo'lyapti. Xo'p, qiziqqanlar uchun uy egalarining nomerlari video ostida bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, narxini maslahatlashamiz deyishdi. To'g'risi bizga ham aniq narxni aytishmadi. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.